Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar hozir men aytadigan narsalarni aprel oyi tugamasdan amalga oshirmasangiz, may oyidan boshlab siz olib turgan ijtimoiy to'lovlaringiz, nafaqalaringiz yoki qo'shimcha imtiyozlaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat sizni, balki butun oilangizning moliyaviy holatini bevosita o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Ilgarigi tizim qanday ishlardi va hozir nimalar o'zgardi? Bu sizni nima uchun xavotirga solishi kerak? Avvallari ko'plab ijtimoiy nafaqalar, xususan kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordamlar yoki bolalar nafaqalari ma'lum bir muddatga, masalan 6 oy yoki 1 yilga tayinlanar edi. Bu davr mobaynida odatda sizdan hech qanday qo'shimcha hujjat talab qilinmasdi. Nafaqa avtomatik ravishda har oyda bank kartangizga yoki pochta orqali yetkazib berilar edi. Yangi muddat boshlanishidan oldin, ya'ni nafaqa muddati tugashiga yaqin qolganida sizga odatda mahalladan ogohlantirish kelar edi. Yoki siz o'zingiz borib qaysidir hujjatni yangilab kelardingiz. Bu jarayon nisbatan sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Ko'pincha fuqarolarning ahvoli o'zgarmagan bo'lsa, nafaqa berish muddati uzaytirilishi oson kechar edi. Ammo hozir vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof va adolatli qilish maqsadida ba'zi bir muhim o'zgarishlarni joriy etdi. Endilikda ijtimoiy nafaqa oluvchilarning moliyaviy holati va oila tarkibini muntazam ravishda yanada qat'iyroq tekshirish tartibi joriy etildi. Gap shundaki, ba'zi nafaqalar muddati tugashiga qaramay fuqarolardan mustaqil ravishda murojaat qilish va o'z ma'lumotlarini yangilash talab etilmoqda. Eng muhimi, bu jarayon aprel oyida o'zining cho'qqisiga chiqadi. Agar siz ushbu muddatda talab qilingan hujjatlarni taqdim etmasangiz yoki ma'lumotlaringizni yangilamasangiz, may oyidan boshlab sizning hisobingizga nafaqa tushmay qoladi. Siz bu nafaqani qo'shimcha to'lov deb hisoblasangiz ham, aslida bu sizning oilangiz uchun juda muhim bo'lgan asosiy ijtimoiy yordamdir. Bu o'zgarishlar ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun katta ahamiyatga ega, chunki ular uchun har bir so'm muhimdir, asosiy qism. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsalar, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, shu savolga batafsil javob beraylik. Kim xavotir olishi kerak? Avvalo, hozirda har qanday turdagi ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam yoki subsidiyani olayotgan har bir fuqaro xavotir olishi va bu masalaga jiddiy yondashishi kerak. Bu ro'yxatga quyidagilar kiradi. 1. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bolalar nafaqalari. Agar sizda 1-4 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz bo'lsa va oilangiz kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lsa, siz ushbu nafaqani olasiz. Bu nafaqa har yili yoki har 6 oyda bir marta yangilanishi kerak. Hozirgi o'zgarishlar aynan shuni talab qilmoqda. Agar siz nafaqani olib turgan bo'lsangiz va uning muddati yaqinlashayotganini bilsangiz, zudlik bilan harakat qilishingiz shart. 2. Moddiy yordam. Agar sizning oilangiz temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kiritilgan bo'lsa va shu orqali moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, siz ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ba'zi hollarda bu yordam bir martalik bo'lsa-da, ba'zi hollarda muntazam to'lanadi va uning ham o'ziga xos yangilanish tartibi bor. Ayniqsa muntazam tarzda olayotgan bo'lsangiz diqqat qiling. 3. Nogironligi bor shaxslarga beriladigan nafaqalar. Ba'zi bir toifadagi nogironligi bor shaxslar uchun ham nafaqalar mavjud. Garchi asosiy pensiya yoki nafaqa turi avtomatik yangilansa-da, unga qo'shimcha tarzda beriladigan ayrim imtiyozlar yoki moddiy yordamlar uchun qayta ro'yxatdan o'tish yoki ma'lumotlarni yangilash talab etilishi mumkin. Bu ayniqsa nogironlik muddati tugagan bo'lsa va tibbiy ko'rikdan qayta o'tish zarur bo'lsa muhimdir. 4. Boquvchisini yo'qotgan oilalarga beriladigan nafaqalar. Agar siz boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz va ushbu turdagi nafaqa olsangiz, siz ham uning muddati va yangilash tartibiga e'tibor berishingiz lozim. Ba'zan oiladagi bolalar balog'at yoshiga yetishi yoki ta'lim muassasasini tugatishi bilan nafaqa to'lovi to'xtatilishi mumkin. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz quyidagi toifalarga kirsangiz, ushbu video aynan siz uchun dolzarb emas, lekin baribir umumiy tushunchaga ega bo'lish foydadan xoli emas. Faqatgina pensiya oluvchilar, agar siz faqatgina yoshga doir pensiya,
imtiyozli pensiya yoki xizmat yillari uchun pensiya olayotgan bo'lsangiz va boshqa qo'shimcha ijtimoiy nafaqalarni olmasangiz, sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Pensiyalar avtomatik tarzda to'lanadi va ularni yangilash uchun aprel oyida hech narsa qilish shart emas. 2. Ish haqi oluvchilar. Agar siz rasmiy ish joyiga ega bo'lsangiz va faqat oylik ish haqi olsangiz, siz ham bu masalada xavotir olmaysiz. Bu o'zgarishlar ish haqi to'lovlariga ta'sir qilmaydi. Yangi ariza beruvchilar. Agar siz hali hech qanday nafaqa olmagan bo'lsangiz va endigina murojaat qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ridan-to'g'ri yangi tartib bo'yicha ariza berasiz. Shuning uchun avvalgi tizim va hozirgi o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Endi keling bir nechta aniq hayotiy misollarga e'tibor qarataylik. Raqamlar va vaziyatlar orqali tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi misol, yolg'iz ona 2 nafar farzand bilan. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi 32 yoshli Dildora opa 2 nafar voyaga yetmagan farzandi, 5 yoshli qizi va 8 yoshli o'g'li bilan yolg'iz yashaydi. Uning rasmiy ish joyi yo'q, vaqti bilan hunarmandchilik bilan shug'ullanib, oilasini tebratadi. U kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan bolalar nafaqasini olib turadi. Bu nafaqa unga har oyda taxminan 2 ming so'm miqdorida to'lanadi. Dildora opaga oxirgi marta nafaqa 2023 yil oktyabr oyida tayinlangan va uning muddati 2024 yil aprel oyida tugaydi. Avvalgi tizim bo'yicha ehtimol unga may oyiga o'tar paytda yangi hujjatlar kerakligi haqida eslatma kelar edi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Dildora opa o'zi mustaqil ravishda harakat qilishi shart. Agar aprel oyi tugamasdan, ya'ni 10 aprelgacha u davlat xizmatlari markaziga DXM borib, nafaqani uzaytirish uchun ariza bermasa va oilaviy ahvoli o'zgarmaganligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasa, may oyidan boshlab uning hisobiga 307 ming so'm kelmay qoladi. Bu uning oilasi byudjetida katta bo'shliqni yuzaga keltiradi. Oilasining oylik daromadi shundoq ham kam, bu nafaqa uning farzandlarining oziq-ovqat va maktab xarajatlari uchun juda muhim edi. Ikkinchi misol, nafaqaxo'r buvi nabirasiga qaraydi. Faraz qilaylik, 70 yoshli Gulnora bu qishloqda yashaydi. Uning pensiyasi taxminan 22 ming so'mni tashkil qiladi. Qizining vafotidan so'ng 10 yoshli nabirasini o'z qaramog'iga olgan. Gulnora bu nabirasi uchun kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bolalar nafaqasini ham olib turadi. Bu qo'shimcha 25 ming so'm atrofida. Uning holatida ham bolalar nafaqasini olish muddati 2024 yil aprelda tugaydi. Agar u aprel oyida DXMga borib ushbu nafaqani uzaytirish uchun ariza bermasa, may oyidan boshlab uning nabirasiga beriladigan 20 ming so'mlik qo'shimcha to'lov to'xtatiladi. Natijada Gulnora buvining umumiy daromadi kamayadi. Bu esa nabirasining ehtiyojlarini qondirishda qiyinchilik tug'diradi. Bu pul nabirasining maktab xarajatlari, kitob, daftar va kiyim-kechaklar uchun muhim edi. Uchinchi misol, oilaning bir a'zosi kichik biznes boshlagan. Navbatdagi misol, Samarqandda yashovchi Abdulla akaga va uning rafiqasiga 1 yildan beri bolalar nafaqasi berib kelinadi. Chunki ularning oylik daromadi joriy yilda belgilangan kam ta'minlanganlik chegarasidan. Har bir oila a'zosiga 500 ming so'mdan kam edi. Ularning oilasi 3 nafar farzanddan iborat va ular har oyda 600 ming so'm nafaqa olishardi. Yaqinda yanvar oyida Abdulla aka kichik tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Masalan, o'zining sartaroshxonasini ochdi. Rasman u tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tdi. Ilgarigi tizimda agar uning nafaqasi muddati tugashiga hali 6 oy bo'lsa, u daromadidagi o'zgarish haqida darhol xabar berishga majbur emas edi. Ko'pincha bu haqda navbatdagi ariza topshirishda aytilar edi. Ammo hozirgi shaffoflik tizimi Abdulla akadan o'z daromadidagi o'zgarishlarni zudlik bilan rasmiylashtirishni talab qiladi. Agar Abdulla aka aprel oyida o'zining yangi daromadlari haqida ma'lumot bermasa va nafaqani qayta rasmiylashtirishda bu ma'lumotni yashirsa, u nafaqadan mahrum bo'lishi mumkin. Qolaversa, kelajakda aniqlansa, ortiqcha olingan pullar qaytarib olinishi ham mumkin. Shuning uchun Abdulla aka aprel oyida nafaqani qayta rasmiylashtirish uchun murojaat qilganda o'zining tadbirkorlik daromadlarini ochiqlashi kerak. Agar uning daromadi endi belgilangan me'yordan oshib ketgan bo'lsa, u nafaqani ola olmasligi mumkin. Lekin bu uni huquqiy muammolardan xalos etadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim fuqarolardan yanada faolroq bo'lishni va o'z ma'lumotlarini muntazam yangilab turishni talab qiladi. Shuning uchun har bir nafaqa oluvchi shaxs o'zining nafaqa muddati
qachon tugashiga e'tibor berishi va aprel oyi tugamasdan tegishli choralarni ko'rishi shart. Ikkinchi asosiy qism istisnolar. Tuzoqlar va noodatiy jihatlar bu borada faqatgina asosiy qoidalarni bilishning o'zi yetarli emas. Ba'zi bir istisnolar e'tibor bermasak tushib qolishimiz mumkin bo'lgan tuzoqlar va kutilmagan nozik jihatlar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. 1. Istisnolar jiddiy kasallik yoki davolanish. Agar siz nafaqa muddati tugaydigan aprel oyida og'ir kasallik tufayli shifoxonada davolanayotgan bo'lsangiz yoki doimiy yashash joyingizdan uzoqda bo'lsangiz, bu holat siz uchun istisno bo'lishi mumkin. Bunday hollarda keyinchalik kasallikdan tuzalgandan so'ng yoki qaytib kelganingizdan so'ng tibbiy ma'lumotnomalar yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qilsangiz, sizga nafaqa qayta tayinlanishi mumkin. Lekin baribir imkon qadar yaqinlaringiz orqali yoki ishonchli vakil orqali murojaat qilishga harakat qilishingiz tavsiya etiladi. Chet elda bo'lish. Agar siz aprel oyida chet elda bo'lgan bo'lsangiz, masalan, ish yuzasidan yoki sayohatda bo'lsangiz, bu ham istisno holat hisoblanishi mumkin. Chegaradan o'tganlik haqidagi shtamp yoki aviachiptalar kabi hujjatlarni taqdim etish orqali tushuntirish berishingiz kerak bo'ladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bunday vaziyatda ham nafaqa to'lovi bir muddat to'xtatilishi va siz qaytib kelganingizdan so'nggina qayta tiklanishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Texnik nosozliklar ba'zan davlat xizmatlari markazining DXM elektron tizimlarda yoki boshqa davlat organlarining axborot tizimlarida texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz o'z vaqtida murojaat qilgan bo'lsangiz, ammo tizim muammolari sababli arizangiz qabul qilinmagan bo'lsa, bu holatni DXM xodimlari bilan bog'lanib, texnik yordam xizmati orqali hal qilishga harakat qiling. Murojaatingizning skrinshotlar yoki qabul qilinmaganlik haqidagi xabarnomalarini saqlab qo'ying. 2. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. Noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etish. Arizani to'ldirishda yoki hujjatlarni topshirishda noto'g'ri yoki chala ma'lumotlar taqdim etish nafaqa tayinlashni rad etishga yoki jarayonni sezilarli darajada kechiktirishga olib keladi. Ayniqsa, daromadlar haqidagi ma'lumotlarni aniq ko'rsatish juda muhim. Agar sizning rasmiy daromadingiz kam bo'lsa-da, noqonuniy daromad manbalariga ega bo'lsangiz, bu keyinchalik aniqlanishi va jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi fuqarolar eski yoki muddati o'tgan hujjatlar bilan murojaat qilishadi. Masalan, pasportning muddati tugagan bo'lishi yoki nikoh guvohnomasining asl nusxasi o'rniga eski nusxasini olib kelish. Har doim barcha hujjatlaringizning amaldagi holatini tekshiring. Oxirgi daqiqaga qoldirish aytib o'tganimdek aprel oyi oxirgi muddat. Ko'pchilik so'nggi kunlarga qoldirishi natijasida DXM yoki boshqa muassasalarda navbatlar ko'payadi. Tizimda yuklama ortadi va texnik nosozliklar yuzaga kelish ehtimoli ortadi. Shuning uchun iloji boricha aprel oyining dastlabki haftalarida murojaat qilishga harakat qiling. Noodatiy jihatlar va nozik nuqtalar oilaviy tarkibdagi o'zgarishlar. Oilaviy tarkibdagi har qanday o'zgarish nafaqa tayinlash mezonlariga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, oila a'zolaridan kimdir turmush qurishi, ajralishi, yangi farzand tug'ilishi yoki afsuski vafot etish kabi holatlar nafaqaning miqdori yoki uning berilish muddatiga ta'sir qiladi. Agar oilangizda shunday o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, bu haqda arizada aniq ko'rsatishingiz shart. Misol uchun, agar oilada yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lsa, sizning har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromadingiz kamayib, nafaqa olish imkoniyatingiz oshishi mumkin. Aksincha, agar oiladagi katta yoshli farzand mustaqil ishga kirib, oiladan alohida yashay boshlasa, bu ham nafaqaga ta'sir qilishi mumkin. Mavsumiy daromadlar va norasmiy ish haqi. Ba'zi fuqarolar mavsumiy ishlarda, masalan, dehqonchilikda yoki qurilishda ishlashadi. Ularning daromadi bir oyda ko'p, boshqa oyda esa kam bo'lishi mumkin. Hozirgi tizimda bu turdagi daromadlarni hisobga olish biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun mavsumiy daromadlarni isbotlovchi hujjatlarni, masalan, fermer xo'jaligidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi tayyorlab qo'yish muhim. Norasmiy ish haqi oluvchilarga esa afsuski rasmiy tizim orqali nafaqa olish qiyinroq kechadi. Chunki ularning daromadini isbotlash imkoniyati cheklangan. Bu holda mahalla faollari sizning holatingizni tasdiqlovchi xulosalar berishi mumkin. Ammo bu har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Mahalla idorasining roli. Oldinlari mahalla idorasi nafaqa tayinlashda asosiy bog'lovchi bo'g'inlardan biri edi. Hozirda ham ularning roli muhim.
lekin asosiy jarayonlar raqamlashtirilgan. Mahalla sizning oilaviy ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli xulosalar beradi. Lekin arizani topshirish va hujjatlarni rasmiylashtirish asosan DXM orqali amalga oshiriladi. Shunga qaramay, agar sizda biror bir murakkab vaziyat bo'lsa, mahalla raisi yoki kotibiga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhimiga keldik, aniq qadamlar. May oyidan boshlab nafaqasiz qolmaslik uchun aprel oyida qanday harakatlarni amalga oshirishingiz kerak? 1. Nafaqa muddatini aniqlang. Avvalo, sizga tayinlangan nafaqaning muddati qachon tugashini aniqlang. Bu ma'lumotni oxirgi nafaqa tayinlanganligi haqidagi hujjatdan yoki Davlat xizmatlari markazining my.boko.gov.uz portali orqali shaxsiy kabinetga kirib bilib olishingiz mumkin. Agar hujjatni topa olmasangiz, DXMga qo'ng'iroq qiling yoki borib aniqlashtiring. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Nafaqa uchun qayta murojaat qilish yoki ma'lumotlarni yangilash uchun sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport, o'zingizning va oilangizning katta yoshli a'zolarining, farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh yoki nikohning bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, agar tegishli bo'lsa. Oilaning har bir a'zosining so'nggi 12 oylik daromadi to'g'risida ma'lumotnoma, ish joyidan, pensiya jamg'armasidan yoki soliq idorasidan. Agar daromadingiz norasmiy bo'lsa, mahalla tomonidan beriladigan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Unda sizning va oilangizning daromad manbalari ko'rsatilgan bo'ladi. Lekin eslatma, norasmiy daromadni rasmiylashtirish imkoniyati qidiriladi. Kadastr hujjatlari agar mavjud bo'lsa, mulkchilikka oid ma'lumotlar tekshiriladi. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar nafaqa tushishi uchun. Agar siz ijarada yashayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasini taqdim etishingiz kerak bo'lishi mumkin. Oilaviy tarkib haqida ma'lumot mahalladan. Bu ro'yxat umumiy. Sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun DXMga borishdan oldin ularning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, aynan siz uchun kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxatini aniqlashtirib olishingizni tavsiya qilaman. O'chi, qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu eng asosiy va eng qulay joy. Respublikamizning har bir tuman va shahrida DXM filiali mavjud. Siz o'zingiz yashaydigan hududdagi DXMga borib shaxsiy murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga sharhni to'ldirishda yordam berishadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.boko.gov.uz. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va elektron imzo mavjud bo'lsa, arizani onlayn tarzda my.boko.gov.uz portali orqali ham topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay usul. Chunki uyingizdan chiqmasdan turib barcha ishlarni hal qilishingiz mumkin. Ammo elektron imzo olish uchun ham DXMga borishingiz kerak bo'ladi, agar u sizda avvaldan mavjud bo'lmasa. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Garchi arizalar asosan DXM orqali qabul qilinsa-da, mahalla vakillari ham sizga maslahat berishi, hujjatlar tayyorlashda ko'maklashishi yoki ba'zi ma'lumotnomalarni berishi mumkin. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, avval mahallaga borib vaziyatni tushuntirib, ularning yordamini so'rashingiz mumkin. 4. Arizani to'ldirishda e'tiborli bo'ling. Arizani to'ldirishda barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritishga harakat qiling. Ayniqsa, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar juda muhim. Agar sizga biron bir joyda tushunarsiz bo'lsa, DXM xodimlaridan yordam so'rang. Xatosiz to'ldirilgan ariza jarayonini tezlashtiradi. 5. Murojaat muddatini unutmang. Eng muhimi, barcha harakatlarni aprel oyining oxiriga qadar, ya'ni 30 apreldan kechikmay yakunlash shart. Agar siz ergi may kuni murojaat qilsangiz, avtomatik ravishda may oyi uchun nafaqadan mahrum bo'lasiz. Chunki arizalar ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir vaqt talab etiladi. 6. Rad etilganda nima qilish kerak? Agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniq tushunishga harakat qiling. Sabab ko'pincha hujjatlarda kamchiliklar, daromad chegarasidan oshib ketish yoki boshqa mezonlarga mos kelmaslik bo'lishi mumkin. Agar siz rad etilish sababini tushunsangiz, kamchiliklarni bartaraf etib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. Agar rad etilish sababi asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, ijtimoiy himoya agentligiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar. Men bugun sizga aprel oyida buni qiling, may oyida nafaqangizdan mahrum bo'lmang degan juda muhim mavzuni batafsil tushuntirishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin. Aprel oyi nafaqalar va ijtimoiy to'lovlarni yangilash uchun oxirgi muddatdir. Agar siz ushbu muddatda harakat qilmasangiz,
may oyidan boshlab oilangiz uchun muhim bo'lgan moliyaviy yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Hukumatning maqsadi ijtimoiy himoyani adolatli va manzilli qilish. Bu esa bizdan ham faol ishtirok etishni talab qiladi. Shuning uchun hoziroq o'zingizning nafaqa muddatingizni tekshiring. Kerakli hujjatlarni tayyorlang va imkon qadar tezroq davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Bu oddiy qadam sizning va oilangizning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu video sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizda ham shunga o'xshash vaziyatlar yuzaga kelgandir yoki boshqalarga yordam beradigan maslahatlaringiz bordir. Izohlarda savollaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu kabi muhim ma'lumotlar bilan muntazam ravishda bo'lishib boraman. Sog' bo'ling va moliyaviy barqarorlikni ta'minlang.